Ürümçi turupla alçıtı ağam bolsanız, siz meyli kim boluşunuzun qat'iy nazar cheklimsiz holatda davlat tarqatgan mukofotlar so'midan bahramand bo'la olasiz. Ya'ni 10 ko'ydan 100 ko'ygacha bo'lgan ma'noga o'xshash mukofot so'misiga erisha olasiz. Bu mana biz bir kun ichida jiqqan bushta mukofotlik so'mma 100 ko'y, 30 ko'y, 50 ko'y deganda. Biz pul xarjlab so'mimiz 100 ko'y oshgandan keyin qo'limizga Fabio elektronlik mal sotib olgan talon buni davlat tarqatgan Yushanfu deyilgan aptital orqali mush mukofotlik so'mga erisha olasiz. Bu mazmun har birsimizga foydali, shunga do'stlarimizning foydalanib qolish uchun, ham ko'plagan do'stlarimizning bilib qolish uchun yurak besib inkas rayoniga gullarni yo'llab o'zingizga chiroyli gaplarni yozib qo'ysang, do'stlarga taqib qo'ysanglar, buni qanday iltimos qilib men sizlarga birdan bir so'zlab beray. Men foydalagan Fabio'dan jiqraq bo'lganlik uchun buni misolan sizlarga qanday qilish usulini so'zlab beray. Biz Jungo Shiyoni aptitala kirgandan keyin Bundan kirsak, men ustidagilarning hammani qilib bo'lgan asr sirib, ishiltib baxmagan denzidan birini chiqarib, mushuni misol qilib so'zlab beray. Masalan, ma'ni bastok hozir bu yerdan Fabio chiqaramiz. Ma'ni basgandan keyin mayada tenja deb o'zimizning ism kimlik salohiyatini qitib olamiz. Qitib bo'lgandan keyin bu yerga tijo degan xatni bossak, cho'rim bo'ldi. Bu yerda hamda KPO lishi bu chiqdi. Bu yerda buni bilsa Shazay Fabio deganni bosgandan keyin to'lbat qulaydi. Bu yerdan PDF Shazay degan maqsadni bossak, Shazay qilamsiz deydi. Bu Shazay degan yanchikka bossak bu yer ichildi. Mana Mavo hozir bizga shu yo'llab bergan Fabio denza buni jeto qilib yo'llab oldik. Yo'llab olgandan keyin bu yer chekinib chiqib, hamda Yushanfurga aptital kirgandan keyin bu yerning Yo'juan Fabio degan bu xil cheksak, bu yerdan ikkinchi yana Shangchuan Fabio deganni chekimiz. Bu yer chekkandan keyin abay biz tanlab olgan bu Fabio denzini bu yerga yo'lladik. Yo'llagandan keyin biz avtomatik holda bu yer uchurni o'qib chiqirdi. Agar ismlar to'g'ri bo'lmay qolsa, biz ismlarni to'g'rilaymiz ham, yoki cheki chalib qolibdi. Undan keyin kimlik nomerini bosamiz. Kimlik nomer uchurlarini yozib oldik. Boshqa uchurlar o'zi avtomatik to'ldirib, endi bu yerda bank kartasini tanlaymiz. Tijo degan xatni bosdik. Bosgandan keyin bu hozir hamda yo'llandi. Buni hamda Shangchuan Jilo Chashun deganni bossa, hozir shu holat ekan. Undan keyin biz endi bu mukofotga erishish uchun Liji Kayjuan deganni bassa, bu yerda meni ikki tal biletim bor ekan. Birini bosdik mana. Bosgandan keyin buning mukofot so'misi chiqmabdi. Yana birini bisib baqay. Ikkilisi chiqmadi. Lekin endi meni hozir ta'lim kimga o'xshaydi? Endi ava 50 ko'm, 30 ko'm pul chiqdi. Ma ikki tal denzida mukofot chiqmadi. Endi bu her birsimizga foydali bo'lgan, uchur bo'lganlik uchun do'stlarimiz bilan hambaharlab o'rtoqlashay deb yo'llab qo'ydim. Ko'pchilikniki foydalanib qilish uchun hamsi jiqroq taqib qo'yinglar.